Novosibirsk degan fizik aka-uka olimlar ixtiro qilishgan. Grafit tosh bor. Brilliant bilan anaqa almazning o'rtasida turadi grafit tosh. Buni 1 grammi $1100 turadi. Lekin o'sha grafit toshni o'zidan grafen material ajratib olib, bu ochkini ixtiro qilingan. Bu o'zi radiatsiyadan, nurlanishdan, quyoshdan himoya qiladi. Quyoshdan himoya qiladi. Bizlarni misol uchun o'sha quyoshdan kelayotgan nurlardan himoya qilsa birinchidan. Ikkinchidan bu ochki mana taqib yuribmiz, maska vazifasini bajaradi. Misol uchun mana bizda doktorimiz oldimizga har xil kasallik keladi, biz ularga sen gripp ekansan kirma, qabul qila olmayman deyishga haqqimiz yo'q. Bu maska vazifasini bajaradi. Ko'rdingizmi? Olayotgan nafasingizni filtrlab tozalab beradi havoingizni. Bu anion o'zidan anion ajratadi, otritsательный anionlarni ajratadi-da. Mana shu narsani nima uchun Nobel mukofoti olgan? Bu ochki o'zi aslida meditsina tomonidan ko'p effekt foydasi bo'lganligi uchun meditsinada ham sinab turib bunga Nobel mukofoti berilgan. Ya'ni gaymarit, glaukoma ko'z davleniyasi, katarakta, allergический vazomotorniy rinit. Mana o'zimda gaymarit 9 soatda ketdi. O'g'limda allergический vazomotorniy rinit 3 kunda ketdi. Nur o'tkazmasligini mana shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rsatdi boya. Ko'rsatdimi? Mana ko'ryapsizmi? Oynasini o'zi nur o'tkazmaydi-da. Rosa ham yaxshi. Shuning uchun qaranglar. Mana shundan foydalanadigan bo'lsangiz, birinchidan bu bosh og'riqlarni ketkazadi. Mana taqib yuribsiz. Quloqda shamollashlar bo'lsa, xronический otit deb qo'yamiz. Quloqda shamollashlar bo'lsa, masalan, bolalarni cho'miltirayotganingizda quloqqa suv kirib ketib qolishi mumkin, to'g'rimi? Buni qo'yadi, quloqni shamollatib olishi mumkin, quloqlar oqib qoladi. Mana shular foyda beryapti xronический otitlarga. Keyin migren, bosh og'riq, boshda yarmi, kimdadir o'ng taraf, chap taraf og'riydi. Tomoq bolalarda laringit, faringit, tanzillit og'risa shundoq qo'yib qo'yasiz. Allergический vazomotorniy rinit, umurtqa pog'onani bo'yin qismida tuzlar bo'lsa, shuni orqasiga qo'yasiz. Bosh og'riqlar bo'lsa, shunda boshingizga taqib olasiz. Mana magnitni burya havo aynisa meni davleniyam tushib ketib, boshim aylanib yurishga qiynalardim. Boshim aylanardi-da. O'sha ochkini taqqanimdan keyin shu holat yo'q bo'ldi. Keyin tuberkulyoz havo orqali yuqadi. Avtobusga chiqasiz, metroga chiqasiz, har xil inson bilan gaplashasiz. Virus infeksiyalar ko'p havoda. Bizani o'sha skafandr bu. Bizani himoya qiladi organizmimizni.